Donald Tramp Putindan Kursk viloyatida qurshovda qolgan Ukraina askarlarining jonini saqlab qolishni iltimos qildi. Farg'ona viloyati suv ta'minoti inspektorlari $51 ming pora bilan qo'lga tushdi. Jinoyat qidiruv bo'limi vakiliga pora bermoqchi bo'lgan fuqaro qo'lga olindi. Qashqadaryoda bosqinchilik bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Bo'stonliqda 8 milliard so'mlik narkotik sotayotganlar ushlandi. Assalomu alaykum. Tanlovingiz va ishonchingiz uchun katta rahmat. Fikrlaringizni kommentariya bo'limida yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Qani ketdik. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda poytaxt hududida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi dorilarning tarqalishi oldi olinmoqda. Xususan, poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi, tezkor qidiruv xizmati va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda muqaddam sudlangan 1994-yilda tug'ilgan Doniyor va 1999-yilda tug'ilgan Farruhlar Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanida 20 kilogramm kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni sotayotgan vaqtida ushlandi. Telegramdan yozdi, shu kilogrammiga $250 beraman deb. Keyin men rozi bo'ldim. Pul kerak bo'lgani uchun joyini, lokatsiyasini berdi. Bordim o'shga, olib keldik. Keyin olib kelib bekitib qo'ydim. Betonkada bordik, keldi bitta mashina. Akam o'tirdi mashinasiga, shu joyga lokatsiyada bordik o'sha yerga. Bordik, akamga iltimos qildim. Akam berayotganda bu xodimlar kelib ushlashdi. Qilganimdan pushaymonman. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida daliliy ashyo sifatida olingan 20 kilogramm kuchli ta'sir qiluvchi dorilarning narxi 8 milliard so'mga teng bo'lib, 100 ming insonni zaharlashi mumkin edi. Ichki ishlar organlari va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan mazkur tadbir natijasida fuqarolar, ayniqsa yoshlarning zaharlanishi oldi olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 moddasi 5-qismi va 246-modda 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va gumonlanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Ichki ishlar organlari tomonidan bu kabi tezkor tadbirlar davom ettirilmoqda. Qarshi tumanida bosqinchilik jinoyatini sodir etgan jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Tumanning Alisher Navoiy mahallasidagi xonadonlarning biriga tonggi 4:00larda 3 nafar niqob kiygan noma'lum shaxslar devor orqali kirib, uy egasi, turmush o'rtog'i va o'g'liga tan jarohati yetkazgan. Jinoiy guruh ulardan pul talab qilib, uydagi shkafda bo'lgan tilla taqinchoqlarni olib chiqib ketgan. Eshik ochilganini sezdim. Eshikdan parda qimillab fanar yorug'ini ko'rgandan keyin uyg'ondim, eshikka qarab yurib bordim. Eshikka yurib borganimda eshikni och, hali tashqariga chiqmay bostirib, niqob kiygan bir kishi og'zimni bekitib, yotgan joyimga olib kelib o'tirdi. Asosan uydan shu pul so'rashdi. Tilla bormi, aytachuyda nima bo'lsa, joyini ko'rsatib azob berishdi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 164-moddasi 3-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tadbirlar natijasida gumonlanuvchilar Nexia 2 avtomashinasida davlat raqamisiz hodisa joyida harakatlangani ma'lum bo'ldi. Jinoiy harakatni sodir etgan 3 nafar gumonlanuvchining shaxsiga aniqlik kiritilib, ulardan biri qo'lga olindi. Shuningdek, bosqinchilik jinoyatini sodir etishda jabrlanuvchi to'g'risida ma'lumot bergan shaxs ham ushlanib, ushbu guruh 2024-yil 26-noyabr kuni Qarshi tumani Charag'il mahallasida sodir etilgan bosqinchilikka ham aloqador ekanligi ma'lum bo'ldi. Ushbu jinoiy harakatda ishtirok etgan 1985-yilda tug'ilgan Qarshi shahrida yashovchi yana bir shaxs qo'lga olindi. Rahmat shularga, ichki ishlar ishchilariga, xodimlarga tingani yo'q. Shu davlatimiz borligi uchun mana shu qisqa vaqt mobaynida shu bosqinchilarni ushlab olib kelishdi. Rahmat hammaga. Hozirda 3 nafar gumonlanuvchilar Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, tergov tezkor harakatlari davom ettirilmoqda. Yangi Hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'limi katta tezkor vakiliga pora bergan shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Gap shundaki, 1993-yilda tug'ilgan fuqaro tergovga qadar tekshiruv hujjatlari bo'yicha unga yengillik qilib, javobgarlikdan ozod qilish evaziga pul taklif qilgan. Tezkor vakil tomonidan pora berish qonunga xilof ekanligi, bunga nisbatan jinoiy javobgarlik belgilanganligi aytilishiga qaramay, fuqaro ichki ishlar organi xodimiga pora taklif qilishda davom etgan. Xodimning bildirgisiga asosan Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda
fuqaro Yangi Hayot tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv bo'limi katta tezkor vakiliga 1000 AQSh dollar pullarni pora tariqasida bergan vaqtida ashyoviy dalil bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Mazkur moddaga asosan sud hukmi bilan 15 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining Qo'qon shahar bo'limining muqaddam sudlangan 2 nafar inspektori o'z xizmat vazifalaridan foydalanib, Qo'qon shahrida mahalliy qurilish firmasi barpo etayotgan yangi ko'p qavatli uylardagi jami 555 ta xonadonga ichimlik suvi uchun hisoblagich o'rnatish, shaxsiy kartochka ochish, sertifikat qilib berish va boshqa xizmatlar evaziga 51 000 AQSh dollari olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 168-moddasining 4-qismi A bandi va 28-moddasi orqali 211-moddasining 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Namangan viloyatida kuzatilgan holatda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Energo savdo korxonasining Davlatobod tuman bo'limi muhandisi metall eritish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatda elektr hisoblagichdan noqonuniy foydalanilganligi sababli davlatga juda ko'p miqdorda zarar yetkazilganligini ro'kach qilib, holatni rasmiylashtirmaslik va jarimaga tortmaslik evaziga vositachi orqali 20 000 AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan uning noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Hozirda mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28-moddasi orqali 211-moddasining 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Andijon viloyatida qayd etilgan holatda esa kadastr agentligining tuman bo'limi boshlig'i mahalliy fuqaroga bog'dorchilik yo'nalishida foydalanish uchun hokimiyat tomonidan ijaraga berilgan 1 gektar yer maydonining 17 sotix qismidagi noqonuniy qurilmani buzish bo'yicha dalolatnoma rasmiylashtirmaslik, sudlarga da'vo arizasi kiritmaslik va uni jinoiy javobgarlikka tortish yuzasidan prokuratura organlariga hujjatlar taqdim qilmaslik, shuningdek, keyinchalik ushbu yer maydonining 22 sotix qismini o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun asosida turar joy sifatida rasmiylashtirilishida yordam berish evaziga 6000 AQSh dollari talab qilgan. Ammo u so'ralgan pul mablag'ini o'zining xizmat xonasida olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Qayerda kim bo'lishingiz? 6000 AQSh dollarini oldingizmi? Qayerda turibdi? Topmasida. Hozirda mazkur mansabdor shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Donald Tramp Putindan Kursk viloyatida qurshovda qolgan Ukraina askarlarining jonini saqlab qolishni iltimos qildi. Putin Trampning iltimosiga javob berdi. Ayni damda qurshovda bo'lib turgan Ukraina jangarilari tinch aholiga nisbatan ko'plab jinoyatlar sodir etgan, deydi Putin. Biz prezident Trampning Ukraina askarlariga insonparvarlik nuqtai nazaridan munosabatda bo'lish iltimosiga tushunish bilan qaraymiz. Agar Kursk viloyatida Ukraina askarlari qurollarini tashlab taslim bo'lsa, ularning hayoti kafolatlanadi va ularga xalqaro konvensiya va Rossiya qonunchiligiga muvofiq munosabatda bo'linadi. Tanlovingiz va ishonchingiz uchun katta rahmat. Fikrlaringizni kommentariya bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Salomat bo'ling.